U payt hali realtorsda haqiqatan meni hech qanday xayolim yo'q edi. Men klientimni botqoqqa tortdim kelmaydi aka. Ko'p brokerlar meni xafa bo'lib qolishadi hozir. Sen sotmasang boshqasini olaman dedi. Meni bu energiyamga ko'p odam chidolmaydi. Eng zo'r zilkamdan keyin o'zimga Dubayda uy olganman. Men ancha-muncha millioner ko'radi. O'zingizga 10 shkaladan necha qo'ygan bo'lardingiz? 8. 8 qo'ygan bo'lardingiz. Assalomu alaykum. Bugungi bitta savol podkastimizning navbatdagi mehmoni Davron Matchanov bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Sherzod aka, hammaga assalomu alaykum. Avvalambor vaqt ajratib kelganingizga sizdan juda ham katta minnatdormiz. Taklif uchun rahmat. Albatta bunday martabalarga, bunday bir Dubay ko'chmas mulk bozorida bu muvaffaqiyatlarga erishish sirlari to'g'risida gaplashamiz bugungi mavzumiz. Va nima kerak bo'ladi bizga? Yosh hozirgi paytda Dubay brokerlik sohasiga kirib kelayotgan bolalarga o'zingizning maslahatlaringiz va hozirgi paytda men o'ylaymanki shu faoliyatni aynan siz necha foizga kirganingizni bilmadim. Endi bir 30% biz deb o'ylaymiz. Sababi 100% da bilasiz, uje biz tugatamiz. Shuning uchun podkastimizni boshlaymiz. Iltimos sizlardan kuzatib qoling. Podkastda siz o'zingizga kerak bo'lgan savollarga javoblarni albatta olasiz va bitta like va ulashmalarni bosib qo'ysangiz biz boshladik. Bu sohaga, ya'ni brokerlik sohasiga kirib kelish davri bo'ladi. To'g'rimi? O'sha davrda necha turga bo'lasiz? Men buni birinchi davrni o'rganish davri deyman. O'rganish. Va tanishuv davri. Mana o'zi kirib kelgan paytim hech qanaqa informatsiya bo'lmagan. Endi birov yakka boshlaydi, birov qanaqa ustoz oladi o'ziga. Tezroq boshlamoqchi bo'lgan odam baribir ustoz kerak. Chunki siz 1 yilda yo'qotadigan vaqtingizni ustoz bilan 1 oyda o'tishingiz mumkin. Birinchisi o'rganish davri, ikkinchisi bu уже kirib turish, klientlar bilan ishlaydigan davringiz. Endi uchinchisi уже tugaydigan davringizda endi ko'tarilish bor, pik bor, tushish bor baribir. Shuni o'ylayman hozirgi davrgacha men hali ham o'rganish davridaman. O'rganish davri. Men o'zimni hali qanaqadir professional deya olmayman. Chunki professional deb o'zi aytgan odam уже o'rganishdan to'xtagan odam bo'lib qoladi. Men bo'ldi, men yetib keldim, men eng zo'riman degan. Endi уже ta'lim beraman degan. Ha, уже ta'lim beraman, men bo'ldi, mendan zo'r yo'q degan odam уже bo'ldi, o'sha payt уже to'xtash tugaydi o'sha joyda. Nimaga aynan broker sohasini tanladingiz? Endi o'zi bizning hayotimiz to'g'risam sotuv. Hamma nimadir ham sotadi. To'g'rimi? Masalan, rent-a-karda ishlaysiz, mashina sotasiz. Realtorsda ishlaysiz, uy sotasiz. Magazinda ishlaysiz, produkt sotasiz. Любой odam sotadi bir nimani. Endi kimdadir ham masalan sotuv qobiliyati bor, birovda yo'q. Men o'zimda o'sha sotuv kачествосini bilaman borligini, chunki rent-a-kar ochganmiz 2022-yil. 1 yilda normalniy 14 million dollargacha оборот olib chiqqanmiz. U degani masalan shu odamlar bizga ishongan. Masalan katta investorlar bilan, rossiy oligarxlar bilan ishlaganmiz. O'sha odamlar bizga ishonib turib, masalan rent-a-karga bir 20-30 ta mashina olishgan. Chunki hali yangi kompaniya bo'lishimizga qaramasdan, значит odamlarda daveriya bor. Nimaga o'zimizni sinab ko'rmasligimiz kerak? Uy masalasida ham. Chunki uy hammaga kerak narsa bu. Odamlarga nima kerak? Produktda kerak, yashashga uy kerak, обязательно, to'g'rimi? Hammaga nад крыша над головой deydi. Hammaga baribir vatan kerak. Shunga nima desam, uy menga o'zimga yoqadi. Masalan, klientlarga uy ko'rsatsam ham yoqadi, klientlarga tushuntirib bersam yoqadi. Даже klient bor-ku, masalan, O'zbekistonda o'tirgan klient, men rayonni shu darajada tasvirlab beraman odamga, bu odam o'zi rayonda yuribdi уже. Virtualni men ko'zim oldiga keltirib qo'yaman. Masalan, odam masalan aytadi menga, "Aka, yashashga qaysi rayonni maslahat berasiz?" Men o'zim o'ylayman, menga o'zimga qaysi rayon yoqadi. Birinchi o'zimga savol beraman. Sen o'zing qaysi rayonda yashagan bo'larding? Birovga o'sha narsani maslahat berishdan oldin. Aytam, "Aka, men masalan farzandingiz bormi?" deyman. "Ha, bor, masalan, 2 ta farzandim bor. Men Dubai Hillsni yoqtiraman, chunki parki zo'r aka" deyman. Parkni shu darajada tasvirlab beramanki, 3 yoshli bolalarga bitta maydonchasi bor, 3 yoshdan 5 yoshgacha boshqa maydonchasi bor. U odam o'sha yurtda o'sha narsa ichida. O'shaning uchun ham, nima desam, uy o'zimga yoqqan uchun o'sha narsani tanladim. Ko'chmas mulkni tanlashingiz sababi bu sohaga o'zingiz qattiq qiziqasiz va yoqadi sizga. O'zimda o'sha narsa talab bo'lgan bir paytlarda. O'zimda o'sha narsa talab bo'lgan. Siz hozir o'zingizni broker deb o'ylaysizmi yoki realtor deb o'ylaysizmi? Endi broker bilasizmi? Broker bu prosta odamga sotish. Brokerda o'zi. Men odamga sotmayman, to'g'risam sotkim kelmaydi. Chunki любой odamga masalan klient kelyapti, u odam masalan balkim umr davomida yiqqan puli bo'lishi mumkin. Siz unga prosta tarsa pul ishlash uchun tarsada tiqib yuborsiz bitta narsani, siz ishlaysiz, u odam ishlamaydi lekin. Balkim u odam 10 yil umri ketganda o'shaning uchun broker bo'lgim kelmaydi. Men ekspert bo'lgim keladi. Men advisor bo'lgim keladi, maslahatchi. Men masalan meni Davron qanaqadir broker bor deb o'ylashmasin Dubayda.
Davron mana masalan o'zim odamim bor, свой человек Dubai есть bo'larsin. U odam mana shu darajada ishonchiga kiraman. Masalan, ishonchini 1 gram ham yo'qotmaslikka harakat qilaman, chunki biz endi katta pullar bilan ishlaymiz. Qo'limizda ancha-muncha pul aylanadi. O'shaning uchun ham o'sha tiyinma-tiyinigacha отчет beraman. Aka, mana shu nimangizni, omonatingizni mana shu to'lab qo'ydim. Masalan, bizda endi ko'p nima Kavkazda bilan ishlayman. Ular ham o'sha narsani ko'radi, ulardan o'zi самое главное доверие. Ular hammaga ishonadi. Albatta. Ishonch yo'qotmaguncha o'sha odam. Da. Masalan, sizga 1 million dollar chiqarib yubordi. Siz oldingizda masalan 1 million dollarga 50 ming dollar qo'shib yubordingiz. U odam bilmasligi mumkin. Lekin ikkinchi marta prodaja bo'lmaydi. Qayerdan ham chiqadi u narsa? Albatta. Bu narsa qayerdan ham tegi bilan chiqib keladi. Albatta, bu yaratganni bu qonun qoidasi. Birovniki hech kimga kirib ketmaydi, birovnikida hech kimda qolib ketmaydi degan narsa bor-da. Tiyinmagacha ko'rsatasiz. Odam ko'radi, haqiqatdan najojni odam ekan dedi. Bo'ldi, o'shanda sizga ishonadi. Dar sotib olasiz, o'sha odamga sotib yuborasiz, narsasini sotib berasiz, sotib olib berasiz. Xullas, u tomondan bu tomondan pul ishlaysiz. Konkret odam bo'lsangiz. Hozirgi paytda endi ko'ryapsiz, bu sohada brokerlik deb aytganimda hamma shu maslahatchi ekspertlarni bitta yig'indisi broker bo'ladi endi. Broker endi to'g'ri, hamma har xil qarashi mumkin. Broker faqat sotuvchi ko'rishi mumkin, broker ham o'zim ekspert maslahatchi bo'lib ketishi mumkin. Brokerlikda hozir nimani xato? Bilimsizlik xato. Bilimsizlik xato. Bilimsizlik xato. Masalan, o'sha borayotgan unitlarda to'g'risida. Yo'q, unitda emas. Masalan, bozorga yangi odam kirib keldi, bozorni o'rganib chiqish uchun kamida 1 yil, 1,5 yil vaqt kerak. Endi odam masalan shu 1,5 yil umrini ketgisi kelmaydi. Aniq faqat bitta застройщикni o'rganadi. Faqat o'shani produkt bilan o'rganadi. U osonroq odamga tezroq o'shadan prodaja qilish uchun. Lekin bozorga masalan yangi odam kirib kelgan odam faqat bitta narsa o'rganib, boshqalar xabari yo'q. Boshqalar nima sotyapti, qanaqa tovar bor o'zi bozorda. Masalan, siz bozorga boryapsizda, bitta odam chiqyapti, nima yordam aka masalan? Aka, menga rubashka kerak, yoki futbolka kerak. Bitta magazinga olib kelyapti, faqat o'sha magazin narsasini chiqaryapti sizga. Aytmayapti, aka, sizga qanaqa rang kerak o'zi, qanaqa kачество bo'lsin, kotton bo'lsinmi, o'sha paxtali bo'lsinmi, boshqa bo'lsinmi, yo sintetika kerakmi, stretch material bo'lsinmi. Siz masalan sizdan informatsiya olmayapti, butun bozorni ko'rsatmayapti sizga. Siz aytasizmi, menga bu odam tiqishtiryapti deb? Xuddi o'sha narsa, bilimsizlik bozorda. Albatta, hozirgi paytda brokerlikdagi eng yetmayotgan narsalar va xatolar bu bilimsizlik bo'ladi. Sababi bitta lokatsiyada alternativ uni xohishiga qaraganda, masalan, har bir insonni, har bir mijozni bilamiz, har xil o'zini anaqalari, talablari bor. Xohish talabi bor. Talablariga o'sha biza to'g'ri har bir insonga 100% bera olmaymiz uni xohishini, baribir hatto 90% qondirish kerak. Bu to'g'ri deb o'ylaysiz, to'g'rimi? Shunaqa. Bozorda talab va taklif muvozanati buzilyapti-da. O'shanda bozorda nima joyida emas? Endi hozir masalan talab uncha kuchli emas, taklif ko'p. To'g'rimi? O'zi taklif ko'p joyda masalan skidkalar paydo bo'ladi, qanaqa налогlardan o'tib berish joylari bo'ladi. O'sha joyda именно odamlarni o'sha nima joyida emas deganda, o'sha odamlarni именно вниманиесini tortadigan narsalar joyida emas hozir. Chunki yaxshi tovarlar qolib ketib, yomon tovarlarga e'tibor ko'proq tushib ketyapti. Katta skidkalar va ko'proq masalan o'tib beradigan joylari bo'lsa, hamma o'sha tomonni zo'r deb o'ylaydi. O'sha narsa joyida emas. Lekin bozorda u skidka bor joyda emas, skidka yo'q joyda naborot nima ko'proq, foyda ko'proq. Chunki yaxshi tovarga hech qachon skidka bo'lmaydi, bilsangiz. Masalan, даже luxury magazin kirsangiz ham Louis Vuittonga kirasizmi, Chanelga kirasizmi, qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar hech qanaqa skidka bo'lmaydi u yerda. Dubay ko'chmas mulk bozorida eng ko'payib ketgan narsa bu taklif. Bu bozor iqtisodiyotini buzdi-da bu. 100%. Mana masalan men boraman-da bozorga, semchka olaman desa, menda 300 ta semchka sotuvchi turibdi. Men bittaman. 300 ta semchka qancha otiladi menga nisbatan? Ancha otiladi. Baqiradi, seriyam ishlatadi. O'y, bu yerda bor eng zo'ri, menda mag'izi zo'ri. Hozir Dubayda o'sha payt. Shunaqa. Xo'sh payt. O'sha paytda sizning mijozingiz kelib qoldi. Sizga xuddi shuncha taklif bor. Imенно qaysi joylariga e'tibor berib turib uy olib berargan bo'lardingiz. Yana anaqa nimasiga o'tib ketdi-da anaqa. Yo'q, imенно qaysiga qaraysiz? Misol, qaysiga? Hamma joydan bor-da sizda hozir. Mana masalan 5000 ta, misol 500 ta hozirgi paytda anaqa bor, masalan quruvchi bor. 500 ta quruvchidan siz qanaqalariga e'tibor berib turib olgan bo'lardingiz? Qarang, o'zi любой paytda tanlab olgan paytingiz birinchi застройщикning istoriyasiga qarashingiz kerak, to'g'rimi? Albatta. Masalan, oldin qayerdadir ham ishini buzib ketgan bo'lsa, u bugun ana skidka bilan zo'r narxda chiqarib berayotgan bo'lsa, u zastur bugun zo'r bo'lib qoldi degani emas-da, u narx arzon berayotgan bo'lsa ham. O'z arzon joyda men bitta narsaga qarayman, nimaga arzon bu?
Agar masalan bitta zdaniyada застройщик 100 ta kvartira chiqargan bo'lsa, 100 ta kvartira sota olmaydimi zo'r застройщик? Tasirdan sotib tashlaydi u. Agar u yerda soni ko'payib ketgan bo'lsa, sota olmayotgan bo'lsa, hozir taklif ko'pning hisobiga o'ziniki sota olmayapti. Chunki undan boshqa yana 10 ming odam sotib yotibdi xuddi shunaqa narsani. Значит, bu sotishni nima qiladi? Pastdan arzonroq narx bilan chiqadi. Albatta. Aytadi, "Mani olsang, studiyamni 20% skidka" deydi. To'g'rimi? Keyin klient keladi, "To'g'ri, anti 20% skidka bor ekan. O'sha olmaymizmi?" deydi. Keyin aytaman, "Aka, stop. Menga bitta narsa ayting, nima xohlayapsiz shuni olib turib?" "Okey, nima qilmoqchisiz?" "Olamiz, sotamiz" deydi. Investor olamiz, sotamiz dedi. Chunki dedi o'sha paytda men где-то masalan fevral payti hali tinchlik payti qaragan paytda 720 ming dirham edi. Hozir 600 mingga berishyapti dedi. Значит, o'sha ertaga 720 dan sotsak bo'ladimi dedi. Bu klientni nimasi visioni bu. Chunki skidka ko'ryapti o'sha joydan. Keyin aytaman, "Aka, to'xtang, давайте oldingi nimalarni bitta ko'raylik, qanaqa proyektlar sotilgan bo'ladi o'zi. Вторичный рынокda. Chunki bizda faqat первичkadan keyin вторичка ham bor. Masalan, u narsani olib bergan, sotib ham berish kerak u odamga. Agar o'sha narsani oldingi klient, даже investorlar yaxshi paytda ham sota olmagan bo'lsa, bu narsani olsangiz ertaga to'shib foyda qilmaysiz. Endi masalan, men oldingi statistikalarga qarayman. DXP Interactga qarayman, ani property analyze nimalarga qarayman, hamma joy ko'raman-da, keyin aytaman, "Aka, mana lekin men budishni bilmayman, men ham endi fol bilmasman-ku, to'g'rimi? Ertaga nima bo'lishini bilmayman. Ertaga bor yo'qligimizni bilmaymiz." Men gapingizni bo'laman, lekin hozirgi brokerlar 100% garantiya berib beradi. Yo'q, 100% garantiya degan. Qarang, o'zi biz ertaga uyg'onishda 100% garantiya bormi? Ana shu. Hozir 5 minutdan nima bo'lishiga hech kim bilmaydi, to'g'rimi? Shu. O'shaning uchun men aytaman, "Aka, bu istoriyasi oldingi shunaqa analitik ko'rsatilgan bu. Mana shunaqa o'sishlar ko'rsatilgan. Mana bu shunaqa downgrade ko'rsatilgan. Xohlasangiz buni qilamiz, xohlasangiz buni qilamiz, lekin bu yerda ozgina risk bor. Bu yerda risk kamroq, da foyda ham balkim kamroq bo'lishi, risk ham kam." Shuni aytsam, endi 100% garantiya to'g'risini aytsam, aldov bozorda shunday narsa bo'ladi. 100% garantiya, 50% o'sadi, 100% o'sadi desa, bu narsa yolg'on narsa. Bilasizmi, baliq birinchi suvga tushsa, mana brokerlikka tushdiysa, tushganingizdan keyin mana joy qidirasiz-da, mana suv loyihalanib ketadi. Undan keyin aslidan keyin o'zingiz yo'lingizni topib olasiz. Bu degani o'zingizni quruvchi kompaniyangizni topib olasizda, o'sha bilan yurasiz. Siz hozir agar o'sha baliqni tasavvur qiladigan bo'lsak, siz suv loyiqalatyapsizmi, hozir tiniqlashdimi suv? Ozgina tiniqlashdim, to'g'risi ham. Tiniqlashdim, chunki o'zimga bir qanaqadir prinsip qo'yib olganman. Masalan, bo'lmaydigan narsani sotmayman. Bo'lmaydigan narsa bo'lmaydi deb aytaman. Menga farqi yo'q, komissiya yo'qotamanmi, klient mendan olmaydimi? Men glani boricha aytdim, ertaga spokойно uxlayman. Masalan, qanaqadir odamga bitta narsani tiqishtirib qo'ydingizda, har bir odamda ichingizda vijdon degan narsa bor-ku. U klient bilmagan taqdirda o'zingiz bilasiz-ku o'sha narsani, to'g'rimi? Tiqishtirganingizni. O'sha narsani men tiqishtirmayman, aytaman, "Aka, men istoriyasi mana bunaqa. Bu zastur men bitta kasyak qilgan joyi bor. Mana bitta kasyak qilgan joyi bor. Lekin men to'g'rilagan qachondir ham, lekin hali ham to'g'rilamay yuribdi. Agar siz bunga qiziqayotgan bo'lsangiz, так что buni olib tashlaylik, bunga o'taylik." Hozirgi paytda, misol uchun O'zbekistondan uchib kelyapti bitta investorda. Nimaga e'tibor bersin pul misol uchun olish uchun? Nimaga e'tibor bersin? Keldi, qancha bu sraz 100% to'lamoqchi. Siz unga qaysi tavsiyalarni berasiz? Xohlasangiz off bilan bering, xohlasangiz tayyorni bering, xohlasangiz bilajayishini bering. Endi 100% puli bor odamga nima ekan u katlamanni uy sotib? Chunki 100% qo'lda puli bor uni. Unga tayyorini olib bersangiz, yaxshiroq выгодный narxda arendaga bermoqchi bo'lsa, agar odamning niyati sразу arendaga berib yuboradi. Nima qiladi u? Yana 3 yil kutib o'tir, 2 yil kutib o'tir, 100% pulini muzlatib. O'zi hamma investorlar, o'zi puli bor odamlar nimaga qatlama olishadi? Bittada to'lagingiz kelmaydi. Chunki ularning оборотidagi pul undan ko'proq pul olib keladi. Albatta. Bu недвижимостьdan oladigan puli u oldida kopeyka bo'lib qoladi. Ishlab chiqaruvchi odamlar aytadi, "Uka, masalan, necha foiz yiliga masalan arendadan ROI" dedi. Aytaman, "Aka, masalan 7%, 8%, ba'zi bir joyda 5-6%. Ani oshirish emas, kamsitish emas, to'g'risini to'g'ri aytish kerak." Keyin u aytadi, "Masalan, men Toshkentda kommersiyam oyga 1% dan berib turibdi" dedi. "Aka, unda olmaymi bu yerdan" deyman. Nima qilasiz olib? Ko'chmas mulk bu passivniy biznes hisoblanadi. Da. Aytdingiz, anaqa rentkarda misol uchun ishlaydi. Bir oyda bitta moshdan pul chiqardi-da. Bu degani bu 10% oyiga kelyapti. 10% oyiga kelyapti. Bu degani, конечно, siz bu aktivniy biznes, bu passivniy biznes shunga. Da, endi masalan nima desam, har kim endi har xil davlatga pul tikib qo'ygiz keladi. Masalan, ko'p odamlarda уже kommersiya yetarli-da, masalan, o'zimizda ham. Endi просто как бы qiziqishga, qanaqa orzu havas, qanaqadir bir interesi bor. Masalan, bitta uy qo'y, masalan, borgan payt o'zim uyimga boraman. Ko'chmas mulkda 5 yildan keyin qaysi lokatsiyalar mana uxlagan ajdarho sifatida yotibdi? Uyg'onadi ular.
Dubai Island uyg'onadi. Hali ko'p odam ko'rmayapti u narsani. Ko'p odam borgan payt, "Voy, bu yerda hali cho'l ekan-ku, qum ekan-ku, qachon odam bo'ladi bu yerda" deydi. O'sha joyda odam bo'ladi 5 yildan keyin. Именно вот именно. Bizda qanaqa nima? Biza ko'rgan narsamizga ishonamiz. Masalan, odam keladi, downtownga tushadi, fontanni ko'radi, Dubai Mallni ko'radi, Emar domlarni ko'radi, "Men masjidga olgim kelyapti" deydi. Menga mana masjiddan bizada ko'z ko'p narsaga ishontira oladi. Bizada vizualizm, da. masalan, ko'rgan narsamiz bizani ko'p aldaydi, emotsiya beradi bizga. Ko'zimiz bilan ko'rgan narsa. Aql aytadi, bu yerda уже ancha-muncha narx qimmat уже, 1 bedroom 1 million dollarga olsan, Dubai Islandda dengiz bo'yida 500 ming dollarga olsan, da, u yerda 5 yildan odam bo'ladi, bu yerda уже odam bo'lgan. O'shani hisobiga bu yerda уже 1 million dollar. To'g'ri. Brokerlida o'zingizni qaysi jihatlaringiz boshqa konkurentlaringizdan ajratib turadi? Oddiyligim, jaydarlik. Men o'shanaqa qanaqa o'ylasam, masalan, bitta apartament застройщикка bordim, yangi застройщик men uchun. Menga tushuntirib berishyapti, kiryapman, shu apartamentni ko'ryapman, birinchi beradigan savolim klientlarning savollarini berib chiqaman. Okey, mana buni qora qilibsiz. Kvartira xuddi shunday bo'ladimi deyman? Yo'q, oq devor bo'ladi dedi. "O, mana stolni qo'yib qo'yibsiz. Stol bo'ladimi kvartirada?" Yo'q. Full furnished, da? Fully furnished bo'ladimi yo semi furnished bo'ladimi deyman. Semi furnished bo'ladi dedi, lekin shu apartament cho't chiqib qo'yishdi. Ha. Tushunarli. Keyin aytaman, "Nimaga qo'yib qo'yishsizlar buni bo'lmasa?" desam, klient xolasa 6 ming dollarga qilib berishimiz mumkin o'sha narsani, 10 ming dollarga qilib berishimiz mumkin. Xo'p, bo'lmasa anaqa nimaga broshurada даже bir ikkita застройщикdan aytmayman, даже virtualniy turinisiga tashiydi, silkasini kirsangiz fully furnished turibdi-da apartament. Virtual tur degani odam haqiqiy kvartirasini ko'rish kerak. Da. U ko'z bo'yamachilikda endi bu narsa mumkin emas o'zi. O'shanga Dubayda brokerlar ko'payishi именно bu sohada, именно misol uchun sizda angliyskida yoki russkida yo bo'lmasam o'zbekskiy tillarda ko'payishi bu sizga yaxshimi yo sizga emas, o'zi umuman yaxshimi yomonmi? qarang, bir tomondan yaxshi, chunki broker ko'paysa bozorni shuncha ko'p promot qilishadi. To'yiz olib chiqishadi. Chunki masalan men ko'rmagan qirrasini boshqa broker ko'rishi mumkin. To'g'rimi? Men masalan unaqa analitikani ko'rmasim mumkin, boshqa birov ko'rishi mumkin. Даже men ham Instagramda ko'raman, voy haqiqatan mana qilsa bo'lar ekan-ku deyman. Chunki men ham marza ko'rmayman. Masalan, qanaqa uglimiz bor bizning ko'radigan nimamiz bor, nima deydi, diapazonimiz bor. O'sha diapazonda ko'ramiz. Birov bunday ko'radi, birov kichkina ko'radi o'sha narsani. Ko'payish yaxshi, lekin bilimsiz brokerlar ko'payishi yomon. Bozorga bilimsiz brokerlarning paydo bo'lishi qanchalik yomon bo'ladi-yu, qanchalik yaxshi bo'ladi? Bu yomonini ham ayting, yaxshisini ham ayting. Yaxshisi bu konkurensiyani paydo qiladi. Chunki masalan bilimsiz broker ham yaxshi kontent qilishi mumkin. To'g'rimi? Chiroyli gapirishi mumkin. Odamni qiziqtira olishi mumkin. Masalan, o'zbeklarga mana qaskitga oldim deb masalan o'zbeklarni qiziqtirishi mumkin. Yaxshi tomoni bozorni yanada uyg'otadi. Yomon tarafi bizani bozorni, даже любой bozorni o'ldiradi. Chunki bilimsiz brokerdan olgan klient ikkinchi marta pul tikmaydi o'sha bozorga. To'g'ri aytdingiz, lekin yana bir yo'lni ayting. Bilimsizlarni ko'payishi, bilimlilarni chiqishi. Bu degani qorong'i bo'lishini sababi svetni yo'q bo'lishi. Hammani biz bilimli, bilimsiz deb zetsenz qilishimiz uchun uni qanaqadir shkalalarda ko'rsatishimiz kerak. To'g'rimi? Hozirgi paytda siz o'zingizni yetuk broker sifatida ko'rasizmi? Yetilib pishgan broker sifatida ko'rmayman, yetilib kelayotgan broker sifatida ko'raman. O'zingizga 10 li shkaladan necha qo'ygan bo'lardingiz? 8. 8 qo'ygan bo'lardingiz, albatta. Endi keyingi savollarimiz, brokerlikda eng katta qilgan xatoingiz. Birinchi nimadan boshlaganim, qanaqadir kompaniyaga kirganman. Nomini aytib o'tirmaymiz. O'sha kompaniyaga kirib turib, o'sha kompaniya beradigan klientlarga ishonib qolganim. 6 oy vaqtim ketgan o'shanga. 6 oy vaqt ketgan. Chunki siz kimgadir ham nadeytsa qilsangiz, o'shanga umidvor bo'lasiz. Eng katta qilgan xatoingiz shu, a? Umidvorlik bo'lganim masalan. U xatodan qanaqa o'zingizga xulosa chiqargansiz? O'zimga xulosa chiqarganim, hech kimdan kutmaslik kerak. Даже kompaniyadan ham, даже yaqiningdan ham. Chunki men o'zimga qanaqadir hayotimda bitta shior bor. Menga hech kim ishima должен emas, men hech kimga ishima должен emasman. Bunda olib qarasangiz. Masalan, men hech kimdan yordam kutmayman, lekin qo'limdan kelsa yordam beraman, lekin bu narsaga men обязан emasman. To'g'rimi? To'g'ri. Masalan, men ham birov masalan Instagramda nimaga men o'rtoqlarim like bosmayapti? Nimaga meni videomni repost qilishmayapti? Odamlar o'sha narsa xafa bo'lib yurishadi. Nimaga men yordam, o'zim yaqinlarim yordam bermaydi? Meni ko'risha olmaydimi deb. U yaqin insonga должен emas seni Instagram ko'tarishga. Sen o'zing долженsan. Sen o'zing zo'r kontent qilgin, seni даже shular ko'tarsin. Albatta. Hozirgi paytdagi savdoingiz
ijtimoiy tarmoqni foydasi qanchalik bo'lyapti? 100%. 100%. Hamma klientlaringiz o'sha Hamma klientim Instagram, TikTok. TikTokdan kelgan. Instagram, TikTok bo'ldi. Albatta. Hozirgi paytda sun'iy intellekt brokerlarni qaysi ishlarini olib qo'yyapti? To'poy qilib qo'yapti. Chunki hamma masalan ishimizni biza o'rganib qoldik ChatGPT dan so'rashga. ChatGPT mana rynokni analiz qilib ber. ChatGPT mana bir rayonni menga plus minuslarni ko'rsat. Erinchoqlik qilib qo'yyapti. To'poy desak sal grubi bo'ladi. Erinchoqqa boradi. Ha, lekin erinib oxir odam savodsizlikka tushadi. Chunki biza nima deydi o'zi Kavkazlarning bitta nimasi bor, mudriy gapi bor. Хорошие времена создают слабых людей, deydi. Слабые люди создают тяжелые времена, тяжелые времена создают сильных людей. Xullas, kruговорот bo'laveradi har doim. Odam zo'r kuchaygan sari yaxshi paytlar paydo bo'ladi. Masalan, bu davlatda masalan hozir kuchli shayxlar bor. Masalan, yaxshi nimalarni sazdovat qilishdi. Yaxshi davrda hozir masalan yashayapmiz. Lekin yaxshi davrda slabый bo'lgan sazdovat qiladi. Mana brokerlik sohasida eng zo'r qilgan сделкangizdan nimani o'zgartirgansiz? Masalan, u kelgan-ku, maqsad bo'lgan, qanaqadir maqsadlar bilasiz, shkalalarga bo'linib keladi. Eng zo'r сделка qildingiz-da, keyin undan keyin bitta сделка qilgansiz, o'shanga foydavor bo'lganda. Eng zo'r сделкамdan keyin endi o'sha paytdagi, undan ham zo'rlari bo'ldi, lekin o'sha paytdagi eng zo'r сделкамdan keyin o'zimga Dubayda uy olganman. Okey, ishonasizmi? Endi hamma bizda o'zbeklar Albashdan chiqqan, ko'psi. Albatta. Endi biza o'sha paytlari bedspace deymiz, bu narsada uyalish kerak emas. Hamma kelgan bo'lmas, 3 ta, 4 ta, 5 ta bola bitta xonada masalan. Chunki oylik kam, o'sha payt biza masalan 4,5 ming dirhamdan boshlaganmiz oylikni. U degani 1300 dollar atrofida boshlaganmiz oylikni. Unga siz bitta studiya ola olmaysiz. Albatta. 300 dollardan masalan tashashib turib, masalan 1,5 ming dollarga bitta xona olib turib, bolalarni yashaganmiz. Endi o'sha paytlar o'zimga o'ylardim-da, biza masalan 1300 dollar bilan qachon men uy olar ekanman Dubaydan deb. Bo'lib qoldi bitta katta сделка. Уже siz qanaqadir sizga yetish bo'lmaydigan orzuni, qanaqadir fundamentini qildingiz-da уже. Boshlang'ichga pul topdingiz уже. Farqingizga qaraysiz, вроде бы невозможно edi bu. Возможно bo'lib qoldi. Boshlang'ich to'lab-to'lavordingiz, u yog'iga to'lab tursiz. Qanaqadir bitta orzungizni qanaqadir stupengaga, shkala deydi-ku endi. Bizning orzumuz masalan shkalasi 1 dan 10 gacha desangiz ham har doim o'zgarib turadi. Qachondir ham bizga 10 bo'lgan shkala ertaga 5 ga 1 ga tushishi mumkin. 2 ga tushishi mumkin. Nima deydi? Moment degan masalan, qachondir ham siz balkim gelik orzu qilib yurgan bo'lishingiz mumkin. Bitta сделка qildingiz, 1 million dirham pul chiqdi. Уже galaxy orzu emasdi уже. O'sib kelayotgan bola bor, broker bo'lib kelyapti-da. Endi ochganiga 1 oymi, 1,5 oy bo'ldi qo'ydi. Bitta maslahat bilan uni foydasini 10 barobarga oshirib oladigan. Maslahat bormi shunaqa? Shunaqa opit yig'ildimi sizda? Bor. Bitta maslahat bilan. Bor. Yoki 3 ta maslahat bilan. Qanaqadir 3 ta ishini qilasan, sen 10 barobar oshasan. Bor. Eng birinchi maslahatim eng yaqin nima bo'lish kerak? Bir yaqin odam qolish kerak o'ziga opitli brokerni. Ustoz olish kerak. Ustoz olish, o'shan oldin ketmaslik kerak. Meni o'zimda ikkita ustoz bor. Bittasi Maqsad ekan, bittasi Jamshid ekan. Jamshid ekanni ko'p o'zbek brokerlardan, Jamshid Abdullayevni o'zimga o'shan ustozni bilaman. Ikkinchi maslahat 3 oy, 4 oy bozorni o'rganish kerak bir. Men o'zimga 6 oy ketgan bozorni o'rganishga. Hozirgi paytingizda muvaffaqiyatsiz kunlar bo'lib qoladi. Buni hamma insonda bor bu narsa. Muvaffaqiyatsizlikdan qanaqa yo'l bilan chiqib ketasiz? Nima deyman? Yaxshisi ham yomoniga alhamdulillah deyman, bo'ldi. Alhamdulillah. Bo'ldi. Anaqa bu muvaffaqiyatsizlik, bu bo'ldi konец sveta, bo'ldi nima bu narsa uchun har bir kunda chiqib ketayotganingizda nimadan motivatsiya olasiz? Oilamdan qarayman. Oilaviy shu tashlar. Oilam yashaydi, farzandim bor, qizcham bor, yaqinda 2 yosh bo'ladi, xudo xolasa. O'zbekistonda ham uy bo'lishi kerak, Dubayda ham o'zining uyi bo'lishi kerak. Oilamni shu dastatkaga olib borishga menga o'zimga motivatsiyada endi. Davron Matchonov 5 yil oldin o'ziga qanaqa savol bergan? Hozir qanaqa savol beryapti? Davron Matchonov o'zi 5 yil oldin Dubayda qolamanmi, qolmaydimanmi degan savol bor edi. Savol berdi. U payt hali realtorsda haqiqatan men hech qanday xayolim yo'q edi. Bilasiz, maqsadga biz erishayotgan paytimizda agar biza kattaroq maqsadimiz bo'lsa, komanda bilan chiqishimiz kerak. O'zimizni to'liq katta o'zimizni jamoamiz bilan chiqishimiz kerak. Agar maqsadimiz yaqinroq bo'lsa, biza u yolg'iz chiqishimiz kerak, chunki tez o'zimiz yetib borishimiz uchun. Siz hozirgi paytda jamoalikka tortyapsizmi, jamoa yig'ishga, yo bo'lmasam yolg'iz o'zingizning maqsadingizgami? Men bilan komanda bo'lish qiyin. Chunki men nima deydi, yakka chopar nimaman, bitta o'zim chopaman. Men energiyam shu darajada kuchli beramanki,
mani bu energiyamga ko'p odam chidolmaydi. Mani talabimga chidolmaydi. Ha, talab, ha, energiya va talab. Talabim masalan masalan menga birov yozdi, men juda ham zanitman. Masalan, men boshqa klient bilan zanit bo'lib yotibman, menga birov yozib turdi, "Davron, menga uy kerak, studiya kerak." Lekin men vaqtim yo'q odamga javob berishga. Men aytaman, "Sen bilan masalan Sardor ishlaydi." Допустим, majoziy ma'noda aytaman, Sardor deb, Sardor ishlaydi. Lekin Sardor men xohlagandek o'sha odamga narsani yetkazib bera olmasa, men Sardorni gast qilishni boshlayman o'zi. Yashang. Ha, bu qattiq qo'llikda boshlanadi-da. Da, qattiq qo'llikda, chunki u odam Sardor menga tanlab bermayapti demaydi, chunki u Davronga murojaat qilgan. To'ppa-to'g'ri. Lekin bitta narsa ham bor-da. Sizchalik hattoki ukangiz ham siz xohlagan narsani qilib beradi. Ukam bilan ishlab ko'rgancha. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganki, Ilhom, assalomu alaykum Ilyushin. qaysi сделкani yopish uchun, qaysi sotuv yopishingiz uchun nimalardandir ketish kerak mavjud bo'lgansizda. O'shanaqa сделкalaringiz bo'lganmi? Nimalardan kechgansiz shunda? O'zi вообще men jamoadan kechganman. Jamoadan kechgansiz. Brokerlikda ani o'zingiz xohlamagan сделка qilgansizda, lekin qilgansiz shuni, lekin vashi xohlamagan. Ya'ni shuni to'g'risida aytib. Bo'lgan aka, bo'lgan. Endi qarang, bitta akamiz endi Toshkentga qanaqadir kompaniya roadshow qilib borgan. Keyin menga u odam bilan endi men bir 2-3 marta variant berganman, u odam olmagan. Endi men olmagandan keyin seriyozniy klient ekanini o'ylaganman. Chunki men mehnat qildim, variantlarni tanlab berdim, analitikani ko'rsatdim, olmadilar. Keyin bir-birimizga esimizdan chiqdik. Samo собой klient bilan gaplashmaganda klient esidan chiqib ketasiz. Keyin bir 3 oylardan keyin yozib menga, telefon qilyaptilar tashlang. Soat kechqurun 11. "Ukam, men shu narsani olmoqchiman, nima deysan?" Qarasam, narxi juda ham qimmatdi. Okani maksimalni tortdim orqaga. Oka, bo'lmaydi. Qimmat. Olmang. Qilmang u xatoni. Ha, qilmang u xatoni. Endi odam emotsiyada o'sha narsa bir shu darajani ko'ziga chiroyli ko'rsatishgan o'sha narsani, o'sha narsaga qarab barib ketyaptilar. Harakat qilma. Keyin oxir etdilar. "Sen sotmasang boshqasini olaman" dedi. Aytdim, "Хотя бы o'shani ham arzonroq versiyasi bor. Хотя бы o'shani olaylik. Ertaga yiqilsak ham qattiq yiqilmaymiz." Oxir o'sha gapimga kirdilar. O'sha bitta $150,000 o'sha narsani arzonroqni oldik. Mana endi O'zbekistondan kelgan ko'proq segment keladi, katta misol talablar keladi. O'zbeklar qanaqa uylarni yaxshi ko'radi-yu, masalan, anglichalar qanaqa, masalan, kavkazliklar qanaqa uylarni talab qilishadi ko'proq mana sizdan. Endi qarang, kavkazlarni bitta talabi bor o'zi, shar'iy shartnoma bo'lsin dedi. Shar'iy shartnoma, ha. Bizda ham u narsalar ba'zi bir klientlar so'rab qolishadi, lekin ko'p klientlar so'ramaydi u narsani. Kavkazlarga o'shani penalty dedi. Penya masalan, agar kechga qolsam qanaqa bo'ladi, to'la olmasam qanaqa bo'ladi, o'sha tomonni ko'p so'raydi. Anglichaliklar bo'lsa, qayerda foyda ko'p ko'radigan bo'lsa, o'sha yerga qaraydi. O'zbek bozorimizda klientlari to'lov sharti oson bo'lishi kerak. Shar'iy shartnoma bilan government beradigan shartnomaning farqlari nimada? Halol shartnomada unda aytadi, masalan, boshlang'ich to'lovni ko'proq to'laysan. Masalan, o'zi 20% boshlang'ich to'lov bo'lsa, sen 35% to'laysanda, oldinga to'lab qo'yding, to есть. O'zi 20% dan yana 10% to'lash kerak-ku, masalan, qanaqadir 6 oyda o'tgandan keyin olmasam, 5 oy o'tgandan keyin, bu 35 ni to'lab qo'ygan, bu o'sha 12 kelgan payt yana oldiga to'lab boraveradi. Bu 45% to'lagan bo'ladi, 30% to'lash kerak bo'lgan payti. To есть oldinda bo'ladi, hech qanaqa shtrafga tushib qolmaydi. Endi shtraflar qanaqa bo'ladi? Mabodo endi baribir vaziyat bo'ladi. Endi qarang, ba'zi bir застройщикlar bir kun kechga qolsa ham, masalan, bir oy to'laydigan puli bor, masalan, $10,000 puli bor, bir oy to'laydigan deylik. $10,000 sразу 1% uradi. 1%. O'sha to'laydigan summani 1%. 1% shtrafni birinchi oyga sразу oldinga birinchi kun urib qo'yadi. Umuman penalti qilmaydiganlar ham bormi? Bor. Masalan, Object'dan penalti qilmaydi. Hozir imtiyozni o'zida ham shunaqa shar'iy nimasi bor, shartnoma qilishdi. Shundan keyin ko'proq nima berishni boshladik, fokus berishni boshladik, chunki Kavkazdagi bu narsa muhim. Oldin Kavkaz ko'p olardi imtiyozdan. Chunki Habibning o'zi ham ambasadori bo'lgan. Ofisga borsangiz Habibning UFC perchatkalarini osib turadi o'zi. Ko'rdik. Da, Habibning o'zi ham bo'lgan. O'sha paytda endi Habib ham bilasiz, endi Dagestonlik bo'lgani uchun ham hamma Dagestonlik Habibga ishonib qarab oladi endi, baribir face Habib bo'lgandan keyin. Da. Endi qarang, uy sotayotgan paytda, misol mijoz keldida, biz har xil sotishadi. Har xil yo'llar bor-da, misol uchun siz mana aytyapsiz, mana shu obyekt bo'yicha pul hamma narsani beraman. Lekin berayotgan narsangizda shu narsalar nazarda tutiladi. Misol nima sotayotganini biladimi u? Masalan, nima sotyapti o'zi, qaysi qiymatga sotyapti?
Misol uchun lokatsiyasi bo'lishi mumkin, ha? Nimalarga e'tibor berib, nimalarni sotayotganini tushuntirib bera olasiz? Endi masalan men boshqa yondagi proyektlarni ko'rsataman. Masalan, olayotgan narsangiz sizni $200,000, lekin yondagi proyektni 220 dan sotyapti, mana 250 dan sotyapti. O'sha narsa deyman. Так что klient biladi, выгодасini bilib turibdi-ku, arzon olayotganini, yo masalan zo'r narsa olayotganini, yo lyuksoviy narsa olayotganini. Aytaman, agar lyuksoviy narsa narxiga qaramasdan olyapti deylik, masalan, brendированный narsa olyapti. Aytaman, sani zdaniyangda mana bu servislar bor. Masalan, даже Rolls-Royce bor o'zini. Ha, ko'rdim. Shunda telefon qilasan, masalan, klienting bor, Rolls-Royce olib keladi. Yo'qsa yaxta bor, klienting kelyapti, masalan, qanaqadir nimang bor, tanishing bor, qarindoshing bilan yaxtaga chiqib ketasan. Boshqalarda o'sha narsa yo'q. Ha, biz naloksiz deymiz, ha? Bilamiz, o'sha naloksiz yashayapmiz deymiz. Lekin qaysidir uslugalar ichiga kirib ketayotganini bilamiz-ku, to'g'rimi? Bor. Bilamiz, misol uchun servis charjlari kirib ketadi. Keyin siz bir o'zingiz misol uchun arendaga uyingizni bera olmaysiz. Misol uchun holiday anaqa bor, home bor, o'shalarga berasiz, masalan, o'sha platformalarga berasiz. Uy bergani odam ham, uy olayotgan odam ham bo'ladi, ijaraga olayotgan odam ham to'laydi. Bilamiz-ku bu narsani, u narsani bilamiz. Ana o'shalarni bilib turib, broker nimalarni yashiradi klientdan? Servis charjni ko'pchilik yashiradi. Servis charj. Aytmaydi servis charjni qanchaligini. Chunki klientlar bu narsani uy bitguncha bilmaydi. Uy bitguncha bilmaydi. Uy Mana shu bitguncha joylarga bilmaydi. e'tibor beringlar. Da, masalan, siz kontraktga qo'l qo'yibsiz, kontraktingiz 90 list. Qaysi klient uni до конца o'qiydi? Shuni aytaman-da ko'p. Lekin buni siz broker bo'lsangiz, masalan, biz bilamiz uni. Masalan, siz uy sotyapsiz klientga faqat zo'r tomonini ko'rsatyapsiz. Rolls-Royce bor, yaxtasi bor, konserv servisi bor, ana bellboylar bor, valet parking bor. U valet parkinglar hammasi oylik oladi-ku, to'g'rimi? Albatta. U Rolls-Royce tekinga kelib qolgan Rolls-Royce emas u. U Rolls-Royce'ga siz har oy pul to'laysiz unga. Albatta. O'shani aytish kerak-da, uni faqat tangani bir tomonini ko'rsatib turib, siz Rolls-Royce'ingiz bo'ladi, aka, mehmoningizni kutib oladi o'zi, siz aeroportdan kutib oladi desangiz, klient ham уже euforiyaga beriladi-da, to'g'rimi? Voy, zo'r ekan-u, men domda Rolls-Royce bosadi. Uni tangani nariga tomon aytasiz. Aka, siz servis charjga hamma 17 dirham to'laydi, faqat 38 to'laysiz. 2 barabardan ham ko'p to'laysiz. To'yingiz sizni uyingiz 700 square foot bo'ladigan bo'lsa, endi 30 dirham deylik, masalan, 30 dirhamdan 700 21 ming dirham pul to'layapsiz. U degani $5,500, $6,000 yaqin pul to'layapsiz yiliga. Nariga qo'shningiz o'sha Rolls-Royce yo'q, u $3,000 to'layapti. Siz 6,000 to'layapsiz. O'shani aytib ketish kerak-da odamga. Ana shu joylarni aytib berish kerak, sababi mana yaqinda bitta tanishimiz bor edi. Dubai Hillsdan ham uy olishgan, Damakdan ham olishgan, ko'p joydan uy olishganda, lekin servis charji siz aytganingizdek juda qimmatga chiqishni boshladi. Keyin o'tdi, ijaraga beraman desa, bu ahvol, u to'laydi, bu to'laydi. Xullas, juda ham ahvol hozirgi paytda sal qiyinlashgan. Chunki o'sha malakalik maslahatchi, broker bo'lsa, shu narsani oldindan aytib qo'ysa, albatta tikonli yo'l kelayotgan bo'lsa, albatta siz oyog'ingizga albatta kiyishingiz kerak. Shu uchun biz nima deymiz? Hozirgi paytdagi voqealarni bilib turib, endi gapingizdan men xulosa qilyapmiz. Mana tomoshabinlarga aytamiz, agar investitsiya qilmoqchi bo'lsanglar, hozirgi bozorda taklif juda ko'p. Ayni payt desak ham bo'ladi, sababi hozir olib ertaga foydaga kirganingiz yaxshiroq, agar 100% ga olmoqchi bo'lsa. O'zi hozir endi ayni payt deganimizda ham bilasiz, logistika narxi oshdi. Albatta. Benzin oshdi. Ha, chunki mana shu joylarga e'tibor beraylik. Oshmagan narsa qolmadi. Hamma joy salik ham oshdi. Salik ham oshdi, parkovkamiz ham oshdi, produktimiz, yeb turgan go'shtimizgacha narxi oshdi. Chunki hammasi qattiqdan Pokistondan, Avstraliyadan, Novay Zelandiyadan keladi, mollar so'yilib, samolyotda keladi bu narsa. Samolyotda kelgandan keyin kerosin narxi oshsa, go'sht ham narxi avtomatik oshadi. Endi bu narsa обязательно bizada bilasizlar, Emiratda ko'pchilik hamma narsa привозной, armatura deymiz. Temir masalan Rossiyadan keladi armaturalar hammasi, beton qattindan ham keladi, shag'al qattindan ham keladi. Logistika oshgandan keyin samosa uy narxi ham oshadi. Hozirgacha hali sentyabrgacha narxni oshirmay turishdi, chunki Dubayda hozir yoz. Emiratda Dubayda emas, Emiratda yoz. Yozda o'zi bilasizlar, bizada har doim spat bo'lgan, chunki special rejim, chunki hech kim yozda kelib turib, mana issiqda uyog'iz kelmaydi. Birato'la masalan klientlar aytadi, keling bilan oktyabrda kelamiz, havo yaxshi payti, bolalar ham dam olib ketadi dedi. Hozir dam oladigan payt emas. Issiq baribir ham ko'chada faqat plyajga tushsa, sezon emas deydi. Plyajga tushsa ham plyaj ham issiq, suv ham issiqda. Sezon emas. O'shanga faqat narxlarni ushab turishibdi. Investitsiya qildi. Investitsiya qildida hali u obyekt sotib bo'linmagan. Narxi baland. Lekin u uyda hech kim olmaydi. Lekin prognoz bergan, 1 yilda siz mamnunga erishasiz.
Lekin hozirgi paytda застройщикda ham u uylar bor. Ha. U ham olgan. Masalan, olamiz narxi 1 million dirhamga oldi deylik. Застройщикda 800 mingdan ham bor. Mana bu katta tavofut. Bu yerda broker na чистый mashtozda o'ldi-da, direkt broker tahlili ham o'ldi, o'zi ham o'ldi. Masalan, 1 million edi, 800 bo'lib qoldi. To'g'rimi? Endi yana yetmaganiga bu yerda bitta udar emas. Mijozga nisbatan bitta udar emas. Уже ikkinchi udar boshiga bo'lyapti. Hali uy bemalol bor hali. Ha. Yana kamiga endi broker yoniga kelyapti, ukajonim deyapti. Senga ishondim, uka. Men 1 millionga oldim. Qaragin, bu yerda 1 million 200 turibdi, lekin 800 mingga beryapti uyni. Men 40% to'ladim, lekin sotaman desam, men uni pulun qilib bera olmayman, installment qilib bera olmayman-ku, men sotishim kerak-ku. Mana shu tafovutda siz qanaqa yo'l tutasiz? Yo'q, misol uchun qanaqa yo'l tutsin? Agar O'zi qarang aka, men o'zi bozorda ko'ryapman, clients loyalty degan narsa bor, klientga sodiqlik. Bu degani застройщик bugun sizga bitta narsa sotsa, ertaga menga xuddi o'shanaqa tovarni sotsa, menga sizdan arzon sotmaslik kerak. Chunki siz oldingizga hurmati tushadi застройщикni. Albatta. Chunki siz meni qimmat olib qo'ydingiz. Hozir mana to'g'risini aytaman, gapingiz bo'ldim. Bir necha shunaqa narsalar bor. Ko'p bunaqa. U hozir sanoqqa yetmiyor. Hozir ko'p brokerlar meni xapan bo'lib qolishadi hozir. Xullas bitta istoriya aytib beraman. Bitta proyekt chiqyapti. Umuman застройщик nomini aytolmayman, proyekt nomini aytolmayman. Proyekt chiqyapti, aytishyapti, birinchi 300 ta odam mana shunaqa narxdan oladi. Keyin qolganlari mana bunaqa narxdan olishadi deb aytishyapti. 80 ming dollarga ko'tarilib ketadi narx o'sha. O'sha 300 ta odam hozir ulguringlar deyishyapti. Endi klientlar avtomatik bu psixologiya degan narsa. Yaqinda bo'lgan narsa emasmi? Yaqinda bo'lgan narsa bu. Psixologiya degan narsa bor. Arzon narsa oladigan klient o'sha hozir arzon, ertaga qimmatli dedi desang, o'sha nimaga yugurishadi hammasi. Cho'g'asi bugun arzondan foydalanib qolish kerak. Chunki ertaga 80 ming dollar ko'p pul to'laymiz deb. O'shanga yugurishadi, qopqonga tushdi u klient. Olishdi определённый summadan, u ko'z temasin, застройщик 300 ta odam degandan keyin bilmadim, hali ham yig'ish olmaganman, ko'zimga bir 2 oymi 3 oy shunaqa yig'ishdi bor. To'g'risini aytsam, hozir ham tashlayapti bizga, mana hozir. Endi eshtiring. Aytishyapti 300 ta odam faqat mana shu narxni oladi deb, bilmadim, 2000 ta odam, 1000 ta odamga sotishdi mana shunaqa qilib. 300 ta odam to'xtamadi, hech tugamadi o'sha 300 ta odam. Xo'p dedik. Endi men kuzatyapman, men shu narsaga aralashmayapman, chunki men bilaman shu bitta qanaqadir nima bor-da, anu. Men ham ko'rmadim sizni lekin u yerda. Men olib chiqmadim narsa. Chunki men klientimni botqoqqa tortdim kelmaydi aka. Gapingiz bo'laman. O'sha proyekt bo'yicha, bizni iCloud'imizda turgan proyekt bo'yicha. U fazasini 3 tasini sotyapti-da. Lekin ertaga u tugandagi boshqa faza boshlanadi, yana bor-ku. Endi eshitib turing, u sal qoldi, narxini aytib. Sal qoldi. Ya narxini aytavering, bu anaqasi yo'q. Yo'q, 1 million 300 ga aytib turishdi-da, endi o'sha paytda 1 million 300 ga deb turishdi. Hozir o'sha narsa 1 million 100 ga sotilyapti aka. Tushunasizmi? O'sha paytda olgan odamlar, kimgadir rost, kimgadir yolg'on, bu olindi lekin. Olindi, ancha-muncha odam oldi. Ishonasizmi? Ancha-muncha odam oldi. Qaysidir haqiqatlarni ham aytish kerakmi, kerak emasmi? Aytish kerak. Lekin mana qani, sizni prinsipingizda mana shu hech kimni ayamasligi, misol uchun haqiqat keldimi, bo'ldi. В чем сила etsa, в правду deydi. Shunga o'xshaganda haqiqatlari to'g'ri aytar ekansiz-da. Lekin shunaqa paytlar bo'lganmi? Aytishingiz kerak bo'lgan narsani aytolmagan payt. Yo'q, aytaman men hammasini. Hammasi aytaman. Men qo'rqmayman aka klient yo'qotishdan. Yo, tushundim. Yo'q, qarang, endi haqiqatni aytish kerak emas bo'ladigan joyi bo'ladigan bo'lsa, bu sizning manfaatingizga ishlash kerak bo'lgan narsa bu. Ular siz haqiqatni bilasiz, ayta olmayapsiz, chunki o'shani oladigan pulingizni o'ylayapsiz. To'g'rimi? Bu joyda manfaat uchun haqiqatdan kechganmisiz, kechmaganmisiz? Manfaat hech qachon kechmaganman. Men o'zim shunaqa prinsipim bor. O'zim manfaatim ikkinchi o'rinda turadi. Birinchi o'rinda menga ishongan odam manfaati. Ishonch. Chunki men pul yo'qotishni afzalroq ko'raman, o'zimni reputatsiyamni yo'qotgandan ko'ra. Ishonchini yo'qotgandan ko'ra. Chunki ertaga menga Davron Fuflo broker degan narsa men uchun eng og'ir narsa bu. Davron zo'r pul topibdi, lekin bo'lmaydigan narsani sotib turib Davron pul topdi degan boshqa brokerlar orasidagi reputatsiya ham men uchun eng qattiq narsa bu. Brokerlik faoliyatingiz bo'lyapti-ku. Eng katta, eng zo'r qilgan сделкangiz bor-da. O'sha inson bor. U milliarderdir, misol uchun multimilliarderdir. O'shandan nimani o'rgandingiz? Men o'zimni qancha uruvimligini
o'rgandim. Men u odam menga shu darajada tushuntirib qo'ydiki, Davron, sen faqat men arzon narsalarni emas, sen katta narsalarni ham sota olasan degan narsani tushuntirib qo'ydi. Men o'zimni tushunmagan kuchimni ko'rsatib qo'ydi o'zimga. Brokoli sohasida psixolog bo'lish kerakmi? Yoki insonni tahlilini tez chiqaruvchi bo'lish kerakmi? Psixolog bo'lish kerak. Psixolog. Ya'ni ichiga kirib ketish kerak odam. Odam ichiga kirish kerak. Odam o'zi siz masalan odam ichidagi narsani sug'urib olmagunizcha siz unga narsa bera olmaysiz birinchidan. Odam ham u sizni kimligingizni tushunmaguncha sizdan narsa olmaydi. Do'st, obmen bo'lyapti. Ikkita qo'l bilan bo'lyapti bu tomondan. U sizga pulini ishonyapti. Siz o'zingiz vaqtingizni ishonyapsiz, o'zingizni bilimingizni beryapsiz unga. Xato nima? Xato bu nima deydi? Xato bu qilgan narsangiz o'xshamagan narsa. O'xshamagan narsa. Men o'ylayman shu narsa. Masalan, men o'zi kelganimda Dubayga voy xato qildim deb o'ylaganman. Chunki men Amerikada vaqtsizni, значит, to'g'ri qilmaganini isbotlab berdi. Da, masalan, o'zi o'sha paytda Amerikaga ketishim kerak edi. 2 marta, даже Amerikaga borib kelgan taqdirimda 2 marta posolchadan отказ olganman. Chunki meni shu darajani уже yo'lim aniq ekanki, miyamdagi narsani tilim bilan gapira olmaganman. Tushundingizmi? Keyin menga onam aytibdilar, "Borsan Dubayga, anaqa Dubayda bolalar yaxshi ishlashyapti lekin" dedi. Endi men bilaman-ku, payt Dubayda bolalar hamma kelib otelda ishlashardi, ko'pchiliklar. $500, $600 ishlashardi. Onam aytdi, "Men bormayman Dubayga. $600 yuriymanmi u yerda" deganman. Sen borib ko'rurgin, bilmasdan qanaqa nimaga unaqa xulosa chiqarib olsan. Xulosam xato men o'zi Dubay haqida. Keldim, qarasam bolalar normalniy pul topib yotishibdi. Oilangiz hozirgi paytda bu sohaga kirgandan keyin nimalardandir kechyapsiz-da, to'g'rimi? Oilangizga vaqt ajrata olmay qolasiz. Farzandingizni bu sizni sohangizga nisbatan qanaqadir salbiy ta'sir ko'rsatyaptimi yoki ijobiymi? Endi oilani nimasini, sostoyaniyasini ko'tarish bu ijobiy masalan. Oldin oilangiz pozvolat qila olmagan narsalarni hozir pozvolat qila olishi ijobiy tarafdan. Lekin biza masalan ko'pincha bizning ishda asabiylik bo'ladi. Masalan, Instagramda kontent o'xshamayapti. Yo, zelkangiz shu daraja mehnat qildingizki, zelkangiz o'xshamay asabiylashdingiz. Masalan, balkim o'sha asabingiz oilangizga qanaqadir negativ ta'sir ham qilishi mumkin. Uyga kelyapsiz, nastanangiz yo'q, ayolingiz bilan gaplashishga kelmayapti, farzandingizni o'ynagingiz kelmayapti, yo bo'lmasa ko'chaga chiqib o'ynatgingiz kelmayapti, vaqtingiz yo'q. Kech payt 12gacha klient bilan qoldingiz, farzandingizga vaqtingiz yo'q. Lekin qayerdandir ham nima yo'qotasiz, qayerdandir nima yutasiz. Значит, nimandir yo'qotishi evaziga bir narsaga erishadi. Обязательно biza bir nimadan kechmaguncha bir nimaga erishmaymiz. Hozirgi paytda Davron Matchanov nimalardan kechdi shu paytga kelguncha? Oilasidan uzoqda yurdi. Masalan, 10 yil bo'ldi. Masalan, men Dubaydaman. Endi ota-onam turasiz? Yilda masalan 1-2 marta borib turamiz, lekin baribir ham masalan qarindoshlar to'ylardan, ota-onangiz tug'ilgan kunidan, yaqinlarning yaxshi kunlaridan uzoqdamiz. Masalan, baribir ham nima deydi, bugun bormiz, ertaga yo'qmiz, to'g'rimi? Issiqjonmiz. Endi xohlaymiz, baribir ham onamizni olib kelib shu yerda bir oy masalan biz bilan bo'lishni xohlaymiz. Masalan, ota-onamiz shu yerda bo'lishini xohlaymiz. Lekin bu narsa har doim bo'lavermaydi, chunki ota-onamiz uchun bu shahar, bu davlat begona. Albatta. Biza uchun yaqin bo'lgan bo'lsa, musofachilikdagilar tushunadi bu narsani. Bu narsa masalan ko'p o'zbeklar tushunadi. Bizaga radnoy bo'lib ketdi bu shahar. Biz o'zimizni begona his qilmaymiz. Masalan, men O'zbekistonga borsam ham samolyotda havo yo'llarida aytadi-ku, biz xalqaro Toshkent aeroportiga qo'ndik deydi. Islom Karimov nomli xalqaro aeroportiga qo'ndik degan paytda, endi yetim daraja hozir ham masalan jimbir deydi. Chunki o'sha vatanga keldim deymanda. Keyin masalan Toshkentda masalan qanaqa oilamiz bilan Turkiyaga boramiz, Turkiyadan Dubayga kelsam xuddi o'sha narsa bo'ladi. Tushundingizmi? Masalan, menda uyda bo'lib qoldi-da bu. Agar siz broker bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Menimcha o'zimning orzuyim lotchik bo'lish edi. Uchuvchi. Yana oiladan uzoqlashyapsiz-da siz. Yo'q, lekin masalan men orzuyingizdagi kasbda ham oiladan uzoqsiz-da shu asosda. Endi nima deydi, o'zi yoshligimdan shu lotchik bo'lish, uchuvchi bo'lish orzu bo'lgan. Hozirgacha ichimda ishonasizmi? Hozirgacha meni endi hayot shunaqa bo'lib qoldiki, ayolimni akasi uchuvchi. Bu yoqda masalan Emiratesda masalan uchuvchi bo'lib ishlaydi, второй pilot. Ikkinchi pilot, kapitanning yonida o'tiradigan pilot, Boeingda uchadi, постоянный. Kecha ham masalan uyda o'tirdik, osh qilib o'tirdik. Har doim so'rayman. Куда ты полетел вчера deyman. Menga kecha aytib beryapti, Rioda bo'ldim dedi. Davron aka, shunaqa vaqt ajratganingizga, mana hozir mana shu ko'rsatuvimizdan ko'p odamlarga bu qanaqadir immunitet bo'ladi. Dubay bozorini ko'rdi, siz kirib kelgan qanaqadir taqdir yo'llari, qanaqa qiyinchiliklar, ustozlik kerakliklari, hozirgi bozordan qanaqa foydalanish kerakligi, hammasi asta-sekinlik bilan
bu insonlarga sekin singib boradi. Bu hozirgi paytda qaysidir xatolarni qilish bor, xatolardan o'zini olish bor. Kimnidir xatolarini qilmaslikka qanaqadir yordam bersak juda ham xursandmiz va bizni homiymiz bor. Dubai Travels. Undan sizni farzandingiz bitta qizingiz bor ekan. Shunga Green Planetga biza bilet beramiz. Rahmat katta. Xohlagan paytingiz aytsangiz, biz sizga shuni bilet tashab beramiz, chunki kunlikda bilet. Bir kun destet qiladi. Xohlab o'sha kunni ertalab aytsangiz, biz sizga tashab beramiz. Bemalol kirib, qizchani bemalol o'ynatib, aylantirib kelasiz va shu fursatdan foydalanib, bizaga vaqt ajratib, shunchalik kelgan ekansiz. Biza sizga nima berishni xohlagan bo'lsak, mana shu videoni ko'rsangiz, albatta biza o'zimiz xohlaganchalik, mayli 100% emas, 99% harakat qildik va Dubai ko'chmas mulk bozorida sizni qanaqadir xatolar yoki qanaqadir yutuqlaringizga sababchi bo'lsak, juda ham xursand bo'lamiz. Rahmat yana bir marta. Rahmat katta. Videomiz kimgadir ham foydali bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Chunki bozor haqida kimgadir ham kimdadir ham qanaqadir fikr bor, lekin aniq kartinani hamma ham ko'rmaydi. Agar bizning shu informatsiyamiz sizga yoqqan bo'lsa, hammaga rahmat ko'rgan vaqtingiz uchun. Sizga ham rahmat shunga chaqirib turib bizning fikrlarimizni so'raganingiz uchun. Albatta. Bundan oldingi Farruh aka tashab ketgan savoli bor. Qanday insonlarda, mana brokerlarda savol tashab ketdi. Qaysi jihatlari bo'lish kerak broker bo'lish uchun? Broker bo'lmoqchi bo'lsa, nimalar bo'lish kerak unda? Odamiylik bo'lish kerak, birinchi. Odamiylik bo'lish kerak, человечность bo'lish kerak, psixologiya ozgina yaxshi bilish kerak, muomalasi yaxshi bo'lish kerak. Albatta. Shu jihatlari bo'lsa, bemalol broker. Обязательно bilim bo'lish kerak. Bilim, bozor haqida bilim bo'lish kerak. Bo'lmasa, odamlar bilimni o'rgansa bo'ladi. Lekin odamiylikni top bo'lmaydi, u narsani odamiylik odam o'zida bo'lish kerak. Albatta. Endi yana bitta odatimiz, siz keyingisiga tashab ketishingiz kerak savol. Keyingi kelayotgan brokerni maslahatini keyin berasiz, lekin o'shanga savol tashab ketasiz. Rahmat, siz bilan bitta savol podkasti va bizning mehmonimiz Davron Matchanov bo'ldi. Rahmat, ko'rishguncha.